munosabatlar yaratishda 3 ta eng muhim qoida. Birinchi navbatda hamohang garmonich munosabatlarni yaratmoqchi bo'lsangiz, bu bir-biringiz bilan muloqot qilishni o'rganishdan boshlashimiz kerak bo'ladi. Hamda muloqot qilish jarayonida tinglashni o'rganishimiz eng muhimidir. Chunki ko'pincha insonlar bir-birlari bilan muloqot qilishni xohlashmaydi va muloqot qilish jarayonida bir-birlarini tinglamasliklari orqali o'rtada tushunmovchiliklar va munosabatlarni sovuqlashishiga olib keladi. Ikkinchisi esa bu munosabatlarda xoh u yaqiningiz yoki farzandlaringiz bo'ladimi, ularni boricha qabul qilishga o'tishdir va ularni o'zgartirmaslikka harakat qilish eng muhim aspektlardan biri hisoblanadi. Chunki biz u insonlarni o'zgartirgimiz kelganida ko'pincha bizdagi holatlarimiz hisobiga, masalan, tergash, gapirish jarayonlari orqali beixtiyor ong ustida ham ularni ham o'zimizni barbod qilayotganimizni ko'rsatib beradi. Shuning uchun ham boshqa insonlarni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, albatta siz o'zingizdagi shu xislatlarni o'zgartirishingiz eng muhimi hisoblanadi. Uchinchisi esa bu munosabatlarda bir-birimizga erkinlikka ruxsat berish. Aynan o'sha insonni o'zi xohlagan ishi yoki sevimli mashg'uloti bo'lsa, o'sha bilan shug'ullanishga ruxsat berishdir. Chunki ko'pincha munosabatlarda nazorat kuzatiladi. Nazorat bor joyda har doim qarama-qarshiliklar, turli xil konfliktlar va ziddiyatlar keltirib chiqariladi. Shuning uchun ham munosabatlaringizni yanada ideallashishini va asl munosabatlarga o'tishni xohlasangiz, albatta shu 3 ta muhim aspektlarga e'tibor qarating va munosabatlaringizni o'zgartiring.